Ayolni tanlashning shartlari. Ayolni yaxshi tanlashning ahamiyati intayin zo'r bo'lg'achqa, islom shariati solih ayolning sifatlarini tasvirlab bergan. Tövəndə bu sifatlarni o'ttirib qo'yamiz. Birinchi, din diyonatlik ayolni tanlash. Ayol kishining diyonati erining haqlarini qo'g'daydigan mustahkam qo'rg'ondir. Diyonatlik ayol nikohlanishdagi eng yaxshi loyiq bo'lib, diyonatlik ayol bilan to'y qilgan kishi xursand bo'ladi va ayoliga ishonch qila oladi. Diyonatlik ayolmu o'z iffetini saqlaydi hamda ermu ayoliga mol-mulki va bolalarini xotirjam topshiradi. Shuning bilan u ayol erining mol-mulkini saqlaydi va bolalarga ko'ngil bo'ladi. Dada bolalarning qalbiga nurg'unlagan go'zal axloq fazilatlarni so'ndiradigan bo'lib, agar uyda dada bo'lmasa, ana o'zining ilmsizligi sababidan boladan mushu go'zal axloq fazilatlarning yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Masalan, siz shundaq bir dadani ko'rsizki, u dada bolalarning namoz o'qishiga ko'ngil bo'ladi. Ularga namoz o'qishning zarurligini so'zlab beradi. Ularni namoz o'qish qiziqtirib, sal qaramaslikqa nasihat qiladi. Navoda dada bo'lg'uchi namoz vaqti kelganda uydan chiqib ketib qolsa, ana dadaning shu tirishchanligiga sal qarab, bolalarga ko'ngil bo'lmaydi-da, bolalar o'yinga berilib, ibodatni tashlab qo'yadi. Dindar va esil oiladan kelib chiqqan solih ayolni tanlash er kishining cho'ng qiyinchiliklarini va herib chartishini yengillatadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizlarga diyonatlik solih ayolni tanlash haqida vasiyat qilib mundoq degan: kishilar ayol kishiga mundoq 4 tarafni ko'z tutib o'ylandi: meli, nasabi, husn jamoli va dini. Sen diyonatlik ayolni tanlag'in. Shunda qilsang quling to'pig'i milinadi. Ya'ni qilgan amgikingga manfaat yo'qidi. Doktor Muhammad Nur Suvayd bu vaqtda mundoq degan: erning nikohlanmoqchi bo'lgan ayoldan tanlaydigan eng yaxshi narsasi uning din diyonati, solihligi, taqvoligi va hamisha Alloh taologa tavba qilib turishidir. Undaq ayollardan ko'zlar xursand, qalblar xotirjam bo'ladi. Ermu undaq ayolga mol-mulki va bolalarning ta'lim tarbiyasini ishonch qilib topshira oladi. Bundaq ayol pak taomga qo'shilgan iymon, oq sutiga qo'shilgan go'zal axloqlar bilan farzandlarini oziqlantiradi. Shundaqla yana Alloh taolaning oyatlarini va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yo'llangan durudlarni anglatadi. Natijada u bolaning vujudiga taqvolik, qalbiga islomga bo'lgan o'chmas muhabbat urilishidi. Chunki inson kichikligida yetildirgan xarakter ustida qeriydi. Ota-onalarning xislatlari bolalarning qalblarida cho'nqiz yildiz tortadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yuqorqi hadisda din diyonat va solihlikni ayol tanlashdagi eng oldingi shart sifatida bayon qilgan. Ayolning diyonatlik va solih bo'lishi er va uning bolalariga nisbatan yaxshilik va baxtdan derak beradi. Abdullah ibn Amir raziyallohu anhudan naql qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: dunyo vaqtliq foydalanilgan ne'matdir. Dunyo ne'matlarining eng yaxshisi soliha ayoldir. Alloh taolo soliha ayollarni sifatlab mundoq deydi: yaxshi ayollar itoat qilguvchilardir. Erlari yanida bo'lmagan chaqlarda Allohning panohida erlarining haqlarini saqlaguvchilardir. Ular erlarga itoat qilguvchi ayollardir. Ular erlari yo'q vaqtlarda erlarga va erlarining mollariga xiyonat qilmaydigan hamda o'zlarini haromdan saqlaydigan ayollardir deganlikdir. Shuning uchun soliha onaning bolalariga Qur'on Karim va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini o'rgatishi, isil axloq va halol harom qatorliqlardan ta'lim berishi, payg'ambarlar va fazilatlik solih kishilarning ish izlarini so'zlab berishi bolaning islomdagi haqlaridan hisoblanadi. Agar soliha ona o'zining urug' tuqqanlarini yo'qlab borganda, bolalarini birga elib olsa, bolalar texmi ko'p yaxshilik, adab axloq va ilmlarni o'rganib oladi. Soliha ona bolalarini elib berib, boshqa kishilarni ziyorat qilmoqchi bo'lsa, o'ziga o'xshash fazilatlik, yaxshi va solih kishilarni ziyorat qiladi. Shuning bilan bolalardagi go'zal adab axloq texmi mukammallashadi. Demak, er kishi bolalarining yaramliq va solih bo'lishini xohlasa, soliha ayolni tanlashi lozim.
Xulasa shuki, salih ayol erining bebaho go'huri, bitmas buliqi, yurak parillarining onasi va mol-mulkining omonatdoridir. Diyonatlik ayolni tanlash uchun butun tirishchanligini chiqarish bola uchun qilinadigan eng muhim ishdir. Chunki bola shu onaning hosili bo'lg'achqa, agar ona yaxshi bo'lsa, bolami yaxshi bo'ladi. Agar ona nachar bo'lsa, bolami nachar bo'ladi. Rasafi degan nom bilan tanilgan shoir rost aytgan. Farzand uchun tarbiyatchi istamak bo'lsang agar, salih ana tanlashga o'xshash dona qarorni ko'rmadim. Gar izlasang farzand uchun ruhi o'chmas madrasa, fazil ana ta'limidek yaxshi madris ko'rmadim. O'lchay desang farzandingning axloq hayosi qanchalik, taqvo ana axloqidek lillo mizonni ko'rmadim. Bu asarni yoqtirib anglag'ınlardan Allah razı bo'lsin. Axırda hammanglarning oilasiga xo'shal-xo'ramlik, baxt, saodat va xotirjamlik tilash bilan birga yana ulug' Allohdan farzandlaringlarni din uchun xizmat qiladigan solih solihalardan, qori qoriyalardan va mujohid mujohidalardan qilib berishini tilayman. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.